Assalomu alaykum hammaga. Biz kecha videosini qo'ygan tarozimiz uzunligi 220, eni 1 metr. Shu tarozimizni kallasi ishlamay qolgan ekan. Qashqadaryolik akalarimiz Farg'ona Uchko'prikdan mol olishgandi. Shu bahona tarozni olib ketamiz degan maqsadda shu yerda mollarni tortib tarozni olib ketmoqchi bo'lishdi. Shu kecha tashlagan nimamiz kallamiz ishlamay qoldi. Shuni almashtirgan keldik. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Zo'rmisiz? Biz mana Farg'onadan mol oldik. Shu bahona tarozi ham oldik. Mana kallasi ishlamay qoldi, almashtirib aytdilar. Hammasi chin ekan mana. Sizlardan bir ikkisin pul olinmadimi? Yo'q, bir so'm pul berilgan yo'q. Garantiya ichida qilib berildi, to'g'rimi? Mana bu kallani bekorga garantiya berilmaydi. 2 yil ichida elektronika tomonidan nosozligi bo'lsa, mana akalarimizga bemalol almashtirib beriladi. Namangandan Farg'onaga kelib almashtirib beryaptilar. Kimgadir akalar shunaqa servis xizmat, tarozi yasash xizmati kerak bo'lsa, 2 yil ichida garantiyasi bilan qilib beramiz. Obunachilarga tavsiya qilasizmi? Tavsiya qilamiz, ya, nima aytmayman. Mana Qashqadaryoga borib aytamiz, tarozi oldik, shundan garantiyali almashtirib. Kallalar qotadi. Kallalar qota ekan. Sifir o'ynamaydi. Sifir o'ynamay ekan. Kalkulyatsiya hammasi zo'r ekan. Rahmat sizga. Kimgadir ma'lumotlarimiz qiziq bo'lsa, aloqaga chiqishlari mumkin. Bizning manzil Namangan viloyati Pop tumani Turkiya tarozilar xizmati. E'tiborlaringiz uchun rahmat.